tabiiy fan darsimizdan o'tadigan mavzuyimiz transport uzoqimizni yaqin qiladi mavzusida dars o'tar ekanmiz. Qani sizlarga savol, hozir maktabga kelayotganlaringda kim qaysi transport vositasidan keldi? Qani qo'limiz ko'taramiz bola? Avtobus. Avtobusda. Avtobusda. Mashinada. Demak, biz o'sha transport vositalaridan nima uchun foydalanamiz? Qani? Maktabga kelish uchun. Yana kim? Transport so'zini qanday tushunamiz? Transport so'zini qanday tushunamiz? Nima degan ekan transport? Mashinalar, avtobus. Demak, mashinalar, avtobuslar. Demak, transport degani bu bizni nima ekan? Birinchi tomondan ikkinchi tomonga eltib qo'yadigan transport vositalarini tushunar ekanmiz. Bu transport vositalari esa bizni uzog'imizni nima qilar ekan? Yaqin qilar ekan. Transport vositalari necha turga bo'linar ekan? Qani kim aytadi? Necha turga bo'linadi? 3. Qanday? Demak, to'g'ri 3. Qaysilar ekan? Suvda yuruvchilar, O'rnimizdan turamiz. suvda suzuvchilar, havoda uchuvchilar Va quruqlikda yuruvchilar. yuruvchilar. Barakalla. Demak, do'stga qaraymiz. Transport bilan bilasizlar, tanishgansizlar. Transport vositalariga mashinalar, quruqlikda yuradigan transport vositalar kiradi. Avtobus, mashina, KAMAZlar. Bular nima ekan? Quruqlikda yuradigan mashinalar ekan. Endi suvda harakatlanadigan transport bilan tanishamiz. Bu suvda yuradigan transport vositalar ekan. Kemalar, qayiqlar, yana qanday nima bilasizlar yana? Lodkalar, Suosti kemasi. Suosti kemasi. soz kemasi. Keyin havo transporti bilan tanishamiz ekan. Havo shari. Havo shari. Havo shari. Raketa. Samolyot, Raketa. raketa, yana Vertolyot. yaxshi. Endi bu 3 ta transportning eng tez yuradigan, eng tez harakatlanadigan qaysi? Raketa. Qo'limizni ko'tarib javob berasiz, qanday bo'ladi? Metro. Metrodan ham tez harakatlanadigan vosita, transport vositasi qaysi ekan? Samolyot. Samolyot ekan. Yaxshi. Endi sizlarga bitta o'quvchi chiqadi do'stga. Chiqamiz. Bu nima ekan? Bu transport vositalarining yarmini nima qilar ekanmiz? Topamiz ekan, birlashtirar ekanmiz. Qora qalamni olamiz. Kela mana. Barakalla o'tiramiz. Yaxshi.